Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Aziz. O'zim asli Navoiy viloyati Zarafshon shahridanman. Sizlarga bir sir ochmoqchiman. Mana bu ko'rayotgan maydoncha avval bizning tilda setka deyilaydi. Mana telegraf. Bu tomoni maktab, 13-maktab. 12-mikrorayon. Zarafshon shahri 12-mikrorayon. Endi bir sirni ochsam sizlarga. Hozir O'zbekiston terma jamoasida o'ynayotgan Azizbek Omonov akasi bu Asilbek Omonov bilan birga o'ynaganmiz. Ana shu setkada agar eslasa hamma mikrorayondan kelardi, yig'ilardi, 6 ta 7 ta gruppa bo'lib o'ynardi. Agar shuni ko'rib turgan bo'lsa, Aziz yo'q bo'lsa Asilbek Omonov kommentariya